SCP jamg'armasi dunyodagi eng noodatiy, xavfli, g'ayrioddiy anomaliyalarni o'rganadi. Ulardan ba'zilarini ko'zga qarash mumkin bo'lmasa, ba'zilarini faqatgina ko'zga tik qarab turishingiz mumkin. Ha, xuddi siz taxmin qilganingizdek, gap SCP-143 yoki o'z-o'zidan o'suvchi haykal haqida ketmoqda. Ushbu anomaliya jamg'arma tomonidan aniqlangan eng sirli anomaliyalardan biri. Obyekt sinfi Euclid, ya'ni xarakterini oldindan bilib bo'lmaydi. Tashqi ko'rinishi esa oddiy tosh halqaga o'xshaydi. Aniq qaysi jonzotni ifodalashi noma'lum. Asosiy xususiyatlari: tirik organizmdek o'sadi. U sekin-asta kattalashadi va shakli o'zgaradi. Eng qo'rqinchli jihati, o'z jarayonida haykal ichida qon tomirlariga o'xshash tuzilmalar paydo bo'ladi. Xavfi bevosita hujum qilmaydi, lekin u nima uchun o'sayotgani noma'lum. Tadqiqotchilar uning oxir-oqibati tirik mavjudotga aylanishidan qo'rqishadi. Keling, men sizga SCP-143 haqida bir qo'rqinchli hikoya aytib beraman. SCP-143 saqlangan kamera xonasida doimiy sovuq edi. Harorat qat'iy 12 gradusda ushlab turiladi. Oqartirilgan beton devorlar, qizil signal chiroqlar va devorning o'rtasida oddiy tosh haykal. Yoki shunday deb o'ylashardi. Doktor Robert Edison bu obyekt 3 yildan beri kuzatardi. Dastlab SCP-143 hech qanday xavf tug'dirmagandi. U harakatsiz, jonsiz va oddiy ko'rinadi, ammo muammo shundaki, u o'sardi. Sekin, juda sekin. Dastlab uni o'lchov xatosi deb o'ylashgan, keyin har hafta millimetr bilan o'sish qayd etildi. Tosh haykal o'smaydi, ammo SCP-143 o'sardi. Bir kun rentgen tekshiruvi o'tkazildi. Natijalar xodimlarni jim qoldirdi. Haykal ichida bo'shliqlar bor edi. Ular tosh yoriqlarga o'xshamadi. Ular organlarga o'xshardi. Tomirlarga o'xshash tuzilmalar haykal ichida yoyilib boradi. Bu tirik narsa, dedi bir tadqiqotchi pichirlab. Yo'q, dedi doktor. Bu tirik bo'lishi o'rgayotgan narsa. O'sha kundan boshlab SCP-143 kuzatuvi kuchaytirildi. Kamera soni 2 barobar oshirildi, ammo eng muhim kamera keyinchalik o'chirib tashladi. Buning ham o'z sababi bor edi. Soat kechki 3:12. Tungi navbatchi xodim kameralarni tekshirdi. Hamma narsa joyida edi. SCP-143 jim, harakatsiz. 3:13. Monitor 1 soniyaga qotib qoldi. 3:14. Haykal boshqa tomonga qarab turgandek edi. Bizning qahramonimiz kulib yubordi. Ko'zlarini charchagan dedi u. Ammo yozuvni qayta ko'rganda u kulmadi. Video yozuvida SCP-143 harakatlanmagan, lekin keyingi kadrda u allaqachon boshqa holatda edi. Orqada yo'qolgan 0.7 soniya bor edi. Shu vaqtdan boshlab ba'zi videolar tahrirlangandek ko'rina boshladi. Go'yo kimdir yoki nimadir o'zini kamera ko'rinmasligini xohlagandek. Birinchi ovoz tasodifan yozib olindi. Audio datchiki texnik shovqin sifatida belgilangan tovushni doktorga ko'rsatib eshitib o'tdi. Bu shovqin emasdi, bu sekin nafas olish ovozi edi. Tosh nafas olmaydi. Ammo yozuv har kecha takrorlana boshladi. 2:00, 3:00 gacha safar biroz balandroq. Bir kun ovoz yana bir narsa qo'shildi. Pichirlash, sovuq, qattiq chiqish. Bu so'zlar aniq emasdi, lekin inson tiliga juda yaqin. Kengash ruxsatsiz doktor tajriba o'tkazdi. SCP-143 kamerasi ichiga tirik organizm sichqon qo'yildi. Dastlab hech narsa bo'lmadi. Keyin esa sichqon qotib qoldi. U qochmadi, qamirlamadi, faqat SCP-143 ga qarab turardi. Bir necha daqiqa o'tgach, sichqonning yuragi to'xtadi. Haykal esa yana 1 santimetrga o'sdi. Shundan keyingi tajriba bekor qilindi, lekin kech edi. Vaqt o'tishi bilan SCP-143 ning shakli aniqroq bo'la boshladi. Qo'lga o'xshash chiqindilar, bo'yin, bosh, eng qo'rqinchlisi yuz. U hech kimga o'xshamadi, lekin unga uzoq qaragan odamda tanishlik hissi paydo bo'lardi. Xuddiki u sizni oldin ko'rgandek yoki siz uni oldin ko'rgandek. 3:47 signal chalindi. SCP-143 kamerasida bitta xodim bor edi. Bu mumkin emas edi. Eshiklar ochilganda xodim topilmadi. Faqat polga yopishib qolgan qon izlari va SCP-143. U endi tosh emasdi. Unga yuz og'iz ochilgan edi. Kamera yozuvidagi so'nggi jumla audio orqali eshitildi. Tashqari iliq ekan. Yakun shundaki, bugungi kunda SCP-143 yanada chuqurroq darajada izolyatsiya qilingan. Ammo muammo shundaki, u endi o'smayapti. U kutmoqda. U aynan nimani kutmoqda? Noma'lum. Lekin bilamizki, u shunchaki jim turmayapti. U harakat qilyapti. U qochmoqchi. Agar siz qumma o'ynayotgan bo'lsangiz, iltimos, ehtiyot bo'ling. Chunki SCP-143 qum va betondan yasalgan. U sizni kuzatib turgan bo'lishi mumkin. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoling.